kunda rosa ham ko'p qizlarimiz kurshon variant qo'ygan, tonalkalarga o'tib ketishgan. Ko'pchilik yaxshi ko'radi kurshonni, lekin men uncha yoqtirmayman. Negadir? Bilmadim, ozgina men uchun diskomfort. Lekin kurshonni ham yaxshi varianti bor. Aynan Dior brendida именно shunaqa kurshoni bor. Buni 50 SPF bor, ya'ni siz buni ishlatsangiz 50 ya'ni doполнительный SPF ishlatmaysiz. Buni juda ham ko'p test qilib ko'rsatganman. Zapaskasi ham bo'ladi. Olib surganingizda yuzingizda prям tiniq turadi. Koreyskiy make-uplar ish ko'radiganlar yoki bo'lmasam yumshoq tonalka yuzi tiniq turadigan tonalka qo'layotganlar o'sha ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Keyin Charlotte Tilbury'ni compact powder. Bu quruq yuzlarga ham, yog'li yuzlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Buni o'zini tonalkasi bilan ishlatsanglar, tonalkasi ham, pudrasi ham shunaqa shik chiqqan, buni make-up fiksatori ham o'sha uchalovini birga ishlatadigan bo'lsanglar, makiyajni kun davomida turib beradi. Kun davomida turib beradi, chunki men o'zim test qilganman uni. Real shunaqa